Hurmatli kuzatuvchilar, hammalarga assalomu alaykum. Qo'limdagi smartfon Honor 600 Lite. Bu smartfonni men 1-apreldan beri mana shu kungacha ishlatib test qilib ko'raman. O'zi odatda o'rta segmentdagi smartfonlarda men deyarli hech narsa kutmayman. Lekin mana bu smartfonni 3 ta narsasi meni rostdan hayron qoldirdi. Va shu qatorda o'rtoqlar ikkita minus tarafni ham hozir men sizlarga mana shu videoda aytib beraman. Xullas o'rtoqlar, birinchi bo'lib hamma narsani chetga surib, bu smartfonni displeyini gapirmasam bo'lmaydi. Menimcha oldingizga biron bir yegulikmi yoki ichimlik qo'yib olganingiz yaxshiroq bo'ladi. Keyin videoga like bosib qo'ysangiz ham undan ham yaxshi bo'ladi. Xo'sh, nega endi displeydan boshladim? Chunki ishlatgan kunimdan boshlab ahamiyat berib kelaman. Yorug'lik prosta super va shunga yarasha ranglarni ham ko'zga yoqimli ko'rsatib beradi. Bu displey 6.6 jumli AMOLED model, hattoki HDR10 ni ham qo'llab-quvvatlaydi. 120 Hz ni ham qo'llab-quvvatlaydi. Maksimal yorug'lik 6500 nit, standart holati 2000 nit. Bu o'zining segmenti uchun juda ham zo'r. Chunki o'zim quyoshda yorug'likda ishlatib test qilib ko'rdim. Yozuvlar, panel upravleniya, SMS yuborish hammasi yaxshi, bemalol ko'rinadi. O'zi smartfonni qo'lingizga olganingizda displaydagi hammani ko'ziga tashlanadigan birinchi narsa bu ramkasi. Displey ramkasi xuddi flagman modellar kabi juda ham ingichka, ya'ni korpusining 90% ni egallab turibdi. Bu esa smartfon chiroyiga yanada chiroy qo'shib turibdi. Xo'sh, o'rtoqlar, ekranni chiroyidan bahramand bo'ldik. Keling endi dizaynga o'tamiz. Menimcha Instagramga qo'yilgan Reels videomni ko'rgan bo'lsangiz kerak. U yerda bitta fakt juda ham trend bo'lib ketdi. Bu smartfonning ramkalari, ya'ni bu smartfon ramkasi oddiy alyumin emas, Tesla elektromobillarida ishlatiladigan yuqori mustahkamlikdagi materialdan yasalgan. Umuman olganda ahamiyat bergan bo'lsangiz, Honor kompaniyasi umuman to'xtash xohlamayapti. E'tibor bering, 2026-yil boshidan ular batareya avtonomiyasi bo'yicha mutlaq yetakchiga aylandi. Buni o'tgan Honor Win obzorimda amalda ko'rsatgan edim. Undan keyin esa kamerada qanaqa o'zgarishlar qila olishganini hammaga isbotlashdi. Buni Honor Magic 8 Pro videomda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Endi esa dizayn va materiallarga navbat kelibdi. Avtomobil sanoatidagi o'ta mustahkam va qimmatbaho metalni olib, uni budjet smartfonning ramkasiga joylashtirish, to'g'risini aytsam, bu hech kimni xayoliga kelmagan bo'lsa kerak va noodatiy g'oyaligini o'rtoqlar tan olish kerak. Mana shu joyga Honorga respekt etib qolamiz. Bilasizlarmi, hozir meni miyamga nima kelib qoldi? Xullas, Honor kompaniyasi yana bundan keyingi chiqadigan modelda nima g'oya bilan hammani hayratlantiradi? Mana shu narsa hozir menga to'satdan miyam kelib qoldi. Agar sizlar ham qiziqib bo'lsangiz, kommentariy yozib qoldiring va taxmin qilib ko'ringlar. Nima bilan yana hammani hayratlantiradi? Honor 600 Lite SGS dan 5 yulduzli sertifikati bor. Men bu modelni baland masofadan bir necha bor tashab ko'rdim. Hozircha hammasi yaxshi. Ya'ni sinib ketish yoki chaqilib ketish holatlari kuzatilmadi. Eslatib o'taman, bu modelda IP66 sertifikati ham bor. Ya'ni suvdan, changdan himoyaga ega. Lekin basseynga tushib olib rasmga olishlariga bu smartfonda mumkin emas. IP66 faqat changdan, suvdan va qo'l, ya'ni nam qo'li bilan ishlatishga mo'ljallangan. Smartfonda materiali qanchalik zo'r bo'lmasa, agarda qo'lingizda g'ishtday turadigan bo'lsa, undan tez charchaysiz. Lekin ergonomika masalasida Honor kompaniyasi yana bitta to'g'ri nuqtaga urdi. Apparatning qalinligi bor yo'g'i 7.3 mm. Ochig'i bu narsani quruq so'z bilan tushuntirish qiyin. Ya'ni smartfon ingichka, smartfon komfort degan narsalar bilan misol uchun siz uni his qilmaysiz. Lekin men sizlarga hozir boshqacharoq tushuntirib beraman. Qaranglar, men anchadan beri iPhone 17 Pro Max ishlatib ko'raman. Smartfon qo'pol, qalin va og'ir. Lekin mana shu smartfonni ishlatib yurgan odamga mana bu smartfonni bir hafta davomida ishlatish bu shunchaki rohat berdi. Ya'ni prosta ergonomik tarafdan, komfort taraflama maza qilib, chunki kunlar isib ketyapti, va masalan yuqori kiyimlarni kiyib, bu telefonni cho'nchigingizga solib oladigan bo'lsa, yurib ketayotganingizda mana shu yoqdan bu yoqqa shunaqangi borib keladiki, asti qo'yaverasiz. Xullas, buni ya'ni katta telefon ishlataganlar bu travmani juda ham yaxshi bilishadi. Agarda siz ham cho'ntakka ishirib, pastga tortib ketadigan og'ir va qalin telefonlardan charchagan bo'lsangiz, bu smartfon ingichkaligi va ergonomikasi bilan sizga yoqishi aniq. Endi bu smartfon o'yinlarda o'zini qanaqa ko'rsatganini hozir men sizlarga ta'riflab beraman. Birinchi qilgan ishim bu modelga PUBG yozdim va uni 30 daqiqa o'ynab ko'rdim. Natija qanaqa bo'ldi? Natija o'zining segmenti uchun dahshat bo'ldi. Chunki bu model 60 FPS ni ochib berdi. Ranglarni ham ko'zga juda ham yoqimli ko'rsatib berdi. Rang masalasi PUBG o'ynaydiganlarga eng kerakli narsalardan biri. Aytgancha 30 daqiqa PUBG uchun bu smartfonda 6% batareya rasxod bo'ldi. Undan keyin asfalt o'yinini o'ynab ko'rdim. Kadrdan kadrga o'tishi o'zining segmenti uchun juda ham yaxshi deb hisobladim. O'ynalish yomon emas, faqat bu o'yinda ko'p o'ynasangiz ozgina qizib ketish holatlari kuzatilar ekan. Qarang, bitta muhim eslatma. Agarda bu modelda siz o'yin o'ynayotganingizda zaryadkaga qo'yilgan bo'lsa, hech qanaqasiga FPS tushib ketmaydi. Ya'ni
quvvat olayotgani uchun FPS barqaror ushlab turadi. O'zi bu smartfon o'yin uchun mo'ljallanmagan, lekin o'zini kategoriyasi, o'zini segmenti bo'yicha men o'ylashimcha yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Chunki bu modelda MediaTekning Dimensity 7100 Elite protsessori turibdi. Tezkor xotirasi 8 GB, asosiy xotirasi 256 GB. Keling endi smartfonni ishlash potensialini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda o'rtoqlar biz отпечаткаdan boshlaymiz. Отпечаткasi ko'rayotganingizdek juda ham yaxshi, ya'ni o'zini segmenti uchun juda ham plavniy, yoqimli va o'ziga yarasha chiroyli animatsiyalar bilan ochib beryapti. Va o'rtoqlar interfeys ishlashi qanaqa? Misol uchun yomon emas, ko'rayotganingizdek qochishlar deyarli yo'q. Ilovalarni ochilib yopilishini ko'radigan bo'lsak, o'rtoqlar ko'rayotganingizdek o'zini juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Bu smartfonimizda Magic OS 10 operatsion tizim bilan taqdim etildi. Mana ko'rishingiz mumkin, versiya Android 16. Va o'rtoqlar bu telefonimizning komplektatsiyasiga to'xtalib ketamiz. Xo'p, o'zini ichidan 45 vatli mana shunaqa tezkor adapteri chiqadi va shunaqa kabeli bor, hali bular ishlatilmagan. Xullas, kelgan o'rtoqlar mana shunaqa rezinaviy chexol ham chiqar ekan. Xullas, bu modelda ikkita sim kartada bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kelgan o'rtoqlar bu telefonimizni mana hozirlik ko'rsaman, 5G ni ham qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni 5G, 4G, 3G, 2G mana shu hamma antennalarni qo'llab-quvvatlaydi. Endi bu smartfonni hozir dinamikasini tekshirib ko'ramiz. Mikrofonni misol uchun oldinroq olib boramiz. Mana shu joyga qo'yamiz. Endi play bosamiz. Xullas, qaranglar, balandligi yaxshi, lekin o'rtoqlar menga yoqmagan jihati mana bu stereo bo'lganiga, tepaga qo'yilmaganda, displeyning ostiga qo'yilganligi uchun juda ham sifatsiz chiqaryapti. Lekin pastki qismi baland, juda ham yaxshi, faqat tepa bilan pastki qismi bir-biriga yaxshi kelisha olmayapti. Shuni hisobiga musiqa baland, lekin sifat yo'q. Mana shu joyda o'rtoqlar menga bu narsa yoqmadi. Va videoni boshida aytilgan minuslardan ikkinchisi mana shu edi. Bu modelda rasmlardagi kerak emas obyektlarni o'chirib tashlash bo'yicha juda ham zo'r AI qobiliyati bor deb eshitdim. Keling birgalikda hozir tekshirib ko'ramiz. Hop, masalan, mana bu joyda qush bor. Hop, mana bu joylarda ham qush bor ekan. Keling tepadagini o'chirishga harakat qilib ko'ramiz. Agarda misol uchun siz o'zingiz rasmingizda biror bir odamlarni o'chirmoqchi bo'lsangiz, mana buni tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu funksiyadan foydalansangiz, odamlarni avtomatik tarzda o'zi belgilab oladi. Endi hozir bizga misol uchun qush bo'lganligi uchun shunchaki mana shu funksiyani o'zidan foydalansak bo'ladi. Shunchaki oldiga olib boramiz, qushni belgilaymiz va o'zi AI mana shuni qushligini bilib, mana ko'rayotganingizdek o'zi chizib oldi, nimaligini bilib oldi va shuni hozir mana shu obyektdan o'chirib tashlashga harakat qiladi. Ko'rayotganingizdek juda ham professional tarzda o'chirib yubordi. O'rniga shu o'tlarni juda ham chiroyli joylashtirib berdi. Original holati, mana bu esa AI holati. Mana bu original. Xullas, o'rtoqlar, mana shunaqa funksiyalarni bu smartfonni bemalol bajarsangiz bo'ladi. Bu modeldagi AI knopka hammani og'zida. Bilasizmi nega? Chunki bir marta bosilsa kamera ochiladi va uni bosib tursangiz AI ishga tushadi. O'zi aslida AI knopka bu oddiy knopka emas. Ishoning, sizga eng kerakli vaziyatlarda asqotadi. Masalan, qo'lingizda biror bir og'ir narsa bor, lekin tezlik bilan biror bir narsani ko'rib qoldingiz, uni rasmga olishingiz kerak. Mana shunaqa vaziyatda bitta qo'lda siz bemalol rasmga olib, hattoki zoom imkoniyatidan foydalanib bemalol rasmga olsangiz bo'ladi. Xullas, AI knopka sizga eng kerakli vaziyatlarda xizmat qiladi. Endi hamma uchun qiziq bo'layotgan smartfonni kamerasiga to'xtalamiz. Bitta narsani oldindan aytib qo'yishim kerak. Bu smartfonni sotib olganingizdan keyin Instagramga bir chiroyli, sifatli videolar qo'yaman deb xayol qilmang, chunki bu kategoriyadagi smartfonlarning kamerasi o'zingizlar bilasizlar, unchalik ham zo'r bo'lmaydi. Lekin mana bu 108 megapiksellik kamerasi bilan masalan yaxshi suratlar olsa bo'lar ekan. Xullas, bu smartfonda men kamerasini test qildim. Foto, video imkoniyatlarini ko'rib chiqdim, syomka qildim. Marhamat o'rtoqlar, sifatiga o'zingizlar albatta kommentariyada baho berib ketinglar. Xo'sh, o'rtoqlar, boya aytganimdek, kamera bo'yicha katta narsa kutmaymiz deb aytdim. Full HD 30 FPS da hozir video syomka qilyapti. Aytmoqchi bo'lganim, bu telefonning kamerasi masalan siz kundalik ehtiyojlardan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ishxonadagi ishlarga yarashi mumkin va oilaviy videolar, suratlar olishingizga misolcha ishlatsangiz bo'ladi. Lekin professional tarzda bir Instagram uchun, YouTube uchun bu kontent tayyorlay olmaysiz. Shuni men sizlarga aytib qo'yishim kerak. Xullas, o'rtoqlar, mana shunaqa sifatda bu smartfonimizda video syomka qiladi. Lekin syomka uchun o'rtoqlar, ya'ni o'zining segment uchun kamerasi uchun bitta baho berib ketsangiz, kommentariyada men juda ham xursand bo'lardim. Mana bu selfie kamerasi ham Full HD format 1080, ya'ni 30 FPS da video syomka qilar ekan. Xullas, terini rangini chiqarib berishga harakat qilyapti, yaxshiroq chiqarib berishga, lekin ozgina qiynalyapti. Lekin masalan, yosh ranglarni juda ham chiroyli chiqarib beryapti. Bu ham shu asosiy kameraga o'xshagan bo'lib Full HD 30 FPS olganligi uchun mana shunaqa, ya'ni sifati bir xil, lekin boya aytgandek bu smartfonning kamerasida unaqa
katta narsalar kutib bo'lmaydi. Faqat shu kundalik ehtiyojlarga va buni selfie kamerasi video qo'ng'iroqlarda sizga yaxshi xizmat qilib berishi mumkin. Xullas, siz qanaqa fikrdasiz bu smartfon kamerasida? Albatta sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq bo'ladi. Kommentariy yozib qoldiringlar. Selfie kamera mana shunaqa sifatda video syomka qilar ekan. Xullas, kamerasini ko'rdingiz. Misol uchun rasmlarda yaxshi detalizatsiya qilib beryapti. Yorug'likni o'zi to'g'ri taqsimlab, misol uchun rasmlaringizni yaxshi chiqarib berishga harakat qilyapti. AI ishlayapti. Lekin o'rtoqlar, videoga keladigan bo'lsak, to'g'ri o'rtoqlar, videoda misol uchun 300-400 dollarlik smartfonda yaxshi video o'zi chiqishi qiyin, lekin rasmlarda o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi. Videoni boshida aytilgan ikkita minuslardan bittasi shu edi. Endi bu smartfonning batareykasi haqida ba'zi fikrlarimni aytadigan bo'lsam, boya aytganimdek, bu smartfonni men 1-apreldan beri ishlatib kelyapman. Qarang, 1 kun emas, 2 kun emas, 3 kun emas, 5-6 kundan beri ishlatib kelyapman. Men nimani sezdim bu smartfonning batareykasida? Agarda 1 kun bosib ishlatadigan bo'lsangiz, 1 kundan o'tadi, 1 kunga yetadi yoki 1 kundan ozgina o'tadi. Agarda standart holatda ishlatadigan bo'lsangiz, 2 kunga bemalol yetadi. Chunki o'rtoqlar, bu smartfon mana shunaqa ingichka bo'lishiga qaramasdan ichida 6520 mAhlik batareyka turibdi. Bu juda ham zo'r. Ya'ni bu smartfonni siz sotib olganingizdan keyin o'ylaymanki, batareykam unaqa, batareykam yetmayapti degan e'tirozlar bo'lmaydi. Chunki bu real testlarda sinalgan. Xullas, mana sizlar kommentlarda juda ham ko'p so'ragan Honor 600 Lite smartfonni sizlarga to'liq obzor qilib berishga harakat qildim. Bu smartfon haqida o'zimni barcha fikrlarimni bildirdim. Endi o'rtoqlar, sizlarning fikringiz har doimgidek menga juda ham qiziq bo'ladi. Ya'ni bu smartfonni sizga nimasi yoqdi, bu smartfonni sizga nimasi yoqmadi? Albatta kommentariy yozib qoldiring. Men hamma kommentlarni o'qiyman. Smartfonga keladigan bo'lsak, misol uchun o'zini segmenti uchun yomon emas. Ya'ni metal ramka bo'lib ham o'sha Tesla mashinasiga ishlatilgan material bilan smartfonning ramkasi ishlab chiqarilgan. Misol uchun noodatiy ramka va o'rtoqlar yorqin displey. Displey menga juda ham yoqdi. Va o'rtoqlar, smartfonni o'yinda o'zini yaxshi ko'rsatib berishi, o'zi igrovoy smartfon emas, lekin maksimal darajada o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qildi. Misol uchun to'plamdan 45 vatli adapter chiqyapti. Smartfon yomon emas. Endi boya aytganimdek, o'zingizlar fikr bildiringlar. Bu smartfon haqida, bu smartfonni sotib olgan bo'larmidingiz? Bu smartfonni sizga nimasi yoqdi, nimasi yoqdi? Xullas o'rtoqlar, hammalarni kommentlarini kutib qolaman. Xo'sh o'rtoqlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Aytgancha o'rtoqlar, keyingi videoda bizada mana shu smartfon yo to'xtanglar, bu sir bo'lib qolsa, xullas keyingi videoda sizlar kutgan o'sha mashhur juda ham kuchli smartfonni obzoriga tayyorgarlik boshlanadi. Hozir mana shu videoni syomkasi tugaydi. Keyin o'rtoqlar, bu smartfonni obzorini boshlayman. Faqat o'rtoqlar, sizlar mana shu videoga maksimal darajada like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.